Bu jangda nimalar bo'lganini qarang. Armanjanis gilyotin usulini yopdi, hakam aralashdi, ammo raqib hushida edi va kutilmaganda bitta zarba bilan Armanjanisni uyquga jo'natdi. Xo'sh, aslida nimalar bo'lgan? Keling ko'rib chiqamiz. Georgiy Karaxaryan raqibi esa Timur Nigibin. Jang oldidan ziddiyat kuchli edi, chunki Karaxaryan ilgari Osetin jangchisini onasidan haqorat qilgan va bu masala ringda o'z aksini topdi. Jang boshlandi va Nigibin darhol kuchli tezda zarbasi bilan hujum qildi. Biroq Karaxaryan ham javobsiz qolmadi. U og'ir zarba bilan raqibni titratdi. Shundan so'ng u kuchli holatda turgan Timurga qarshi parterga o'tishga harakat qildi, ammo bu urush ham muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Karaxaryan nihoyat raqibini yerga tushirishga erishdi va orqaga o'tib pozitsiyani egalladi. Biroq Aset jangchisi zudlik bilan sivib bilan javob berdi. Shunga Karaxaryan gilyotin usulini yopdi va hakamga qarab u uxlab qoldi dedi. Hakam bunga ishonib jangni to'xtatdi, ammo afsuski bu xato edi. Timur hushida edi. U jangni davom ettirib, kutilmaganda Karaxaryanga og'ir zarba berdi. U zarbadan keyin hushini yo'qotdi. Hakamning bu qarori Karaxaryanni shok holatiga tushirdi va u o'z burchagiga qaytib, hatto o'z murabbiyiga ham dag'dag'a qildi. Bu jang hakam qarorini qay darajada ahamiyatga ega bo'lishini yana bir bor ko'rsatdi. Ringda hammasi bir soniyada o'zgaradi.